3-chi lokatsiyamizga keldik. Abdulaziz teplitsasi. Mingta ko'cha tekilgan ekan. Moskva. Oq to'pli bola Abdulaziz. Ha, mashallah. Buni ham shunaqa atlas bo'lib. Chiroyli qilib. Paslari ham mana. 1, 2, 3, 4, 5. Mingta ko'chat necha sotuvga ekilgan? 4 sotuvmi? Ha, yaxshi, 250 tadan. Yomon emas, mashallah. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, bu 4, 5 ekan. Alloh barakasini bersin Abdulaziz ya. Aylanib, ko'rib, fikr almashib yurimiz yigitlar bilan. Ha? Qani Ayibxon? Ayibxon qani? Chiqib ketdimi? Ha, ketib qolgan. Men uni olib keldim. Qara, solishtir. O'zingniki bilan. Men yuribman ketib qolgan. Qaranglar. O'zi ko'proq yurish kerak. Men ko'rganman bilan hammasini bilganman. Hamma. Boshqa yoqlarga ham boramiz. Tak bet o'sha 3 ta joy ko'rdik. Nurulloniki, Akbarjon akamnikini bet. Mana Abdulazizniki bo'lsa, Ziyodulla akamnikiga, Avazbek akamnikiga ham borib betlarni ko'ramiz. Oladigan narsalarni olib, ilmlarni olib qochamiz. Assalomu alaykum.